Assalomu alaykum, hurmatli Fortis Motor obunachilari va kanalimiz a'zolari. Bugungi videomiz Isuzu D-Max. Ikkalasi ham 3 motor, farqlari asosan avtomat va mexanika modellarini kichik obzorini qilib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, aynan bu modelimiz asosan farqlari ko'rib turibsiz. Bakoylarda nержавейка material ishlatilgan va balonlari, ya'ni diska oq shaklda bo'ladi. Aynan 3 motor avtomat qora bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib o'tib ketamiz va bunda beskulchovoy dostup bor. Bunda ham oldi tarafga e'tibor beringlar. Buni kamerasi передний kamera afsuski bo'lmaydi, lekin sezuvchanlik datchigi mavjud. Ya'ni parkovka qilayotganingizda ancha qulay. Ichki qismi 3 motor bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni koja salon полностью faqat monitori 6 dyuymli bo'ladi. Asosan farqi shunda. Endi razmerlari shu bortda 1.5 ga 1.5, ko'rinishlari hamma ko'rinishi bir xil bo'ladi. 3 motor avtomat bilan flowy versiyasi, chunki bu ham 3 motor mexanikaning flowy bo'ladi va bu ko'rib turibsiz, albatta zadniy bor parkovka qilishga. Zadniy kamera parkovka qilishga ancha qulay. Ishlarni ko'rib turibsiz. Endi bu modelni olgandan keyin albatta ichiga, ya'ni ichini qirib yubormaslik uchun vkladich qo'yasizlar. O'zlaringni mashinani chiroyli olib yurish uchun. Keyin xohishingizga qarab kung, sportivniy kung, обычный kung qo'ysanglar bo'ladi. U servisimizda mavjud, zapchast bo'limimizda bor. Uni ham nomerini yozib ketaman. Agar Isuzu D-Maxingiz bo'lsa, yana shunaqa aksessuarlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Tak, asosan farqlari shunda. E'tibor beringlar. Paroglari hamma modelimizda bor paroglari. Ichlari mana haydovchi tarafi juda komfort. Sidenyalarimiz elektrический. Обогрев sistemasi ham bor. Bu yog'i upravleniyasi oynalarimizda, bakoy oynalarimizda. Hurmatli kuzatuvchilar, asosan farqi shunda, ya'ni bu 190 ot kuchlik mexanika modelimiz va endi eng flowy modelimiz 3 motor avtomat modelimizga o'zi rangiga e'tibor beringlar. Neapishniy ranglar bo'ladi o'zi 3 motorda. Bu Isla Grey model rangi, bundan keyin oranjovoy bor, ya'ni Valencia Orange rangi, buni qorasi bor, jemchug rangi bor, durranglari, oq bor, обычный. Hamma ranglari bor. Kanalimizda sal teparoqga chiqsanglar, hamma ranglarni, rasmlarni, videolarni tashlab qo'yganmiz. Tak. Bu modelimiz ichlari o'sha ko'rinishda bo'ladi. Hozirgi 3 motor mexanika bilan bir xil bo'ladi, faqat ekrani 9 dyuymlik. Ikkala modelimizda ham differensial blokirovka mavjud. Upravleniyasi bor. Bundan keyin eng afzallik tarafi, ya'ni hamma klientimizga manzur bo'ladigan tarafi, kamerasi передний. Ya'ni liniya держатель bo'ladi. Avtostop обязательно parkovka qilish uchun sezuvchanlik datchiklari ham mavjud. Va eng qiziq ma'lumot, bu modelimiz aynan Isuzu D-Max'ning hamma modeli 80-100 cm gacha suvda bemalol harakatlanishga ega bo'lgan model hisoblanadi. Orqalari o'sha aytgandek razmerlari bir xil, 1.5 ga 1.5. Orqa datchigi ham bor, parkovka qilishga juda qulay. Differensial blokirovkani aytib o'tib ketdim. Diskalari, mana diskalariga e'tibor beringlar. Operator bu diskani e'tibor beringlar, bunisiga qarang. Oq va qora. Bu ham dizayniga bog'liq. Masalan, 3 motor avtomat dizayni
masalan aynan qora rangi juda chiroyli o'tiradi. Masalan, shaxsan o'zim qora yoki oranjoy rangi yoqadi menga. Qora diskaga rangi juda ajoyib turadi. Hurmatli kuzatuvchilar, yanada qiziqroq ma'lumotga ega bo'lsangiz yoki qanaqadir savol bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Avtosalonimizga tashrif buyuring. Har qanday modellarni yoki ranglarni maksimal darajada sizga xizmat ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Quyidagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da qiziq videolar hali oldinda. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.